Saydolim aka, kastet sovuq qurol hisoblanadimi? Albatta sovuq. Ya'ni o'zimdan olib yursam jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi? Albatta. Bugungi kunda kastet, ya'ni qo'l mushak kuchini kuchaytirib berish, zarba berishga mo'ljallangan sovuq qurol turiga kiradi. Bu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 185.1.2 moddalariga ko'ra javobgarlikni keltirib chiqaradi. Ikkinchi savol. Agar uydagi pichoqni, endi kuxunni noji o'zimdan olib, endi yo'ldagi xodimni to'xtatib, shimon qilishganda pichoq chiqsa, sovuq оружие hisoblanadimi? Jinoiy javobgarlik bormi, yo'qmi? Qarang, bu yerda sovuq qurol tushunchasi bor. Sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyo tushunchasi bor. Ya'ni, mana aytaylikki, bu o'zi предназначенияsi go'sht kesish uchun mo'ljallangan. Bu sovuq qurol emas. Lekin siz uni g'ilofsiz jamoat joyida olib yursangiz, agar mashinamda yotgan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik bor. Mashinangizda yotgan bo'lsa ham bu yerda motivdan kelib chiqadi. Ya'ni bu g'ilof saqlash mumkin emas, g'ilofsiz. Sababi buni olayotgan paytda ko'tarib yurgan bo'lsangiz, kim yosh bolaga tegib ketishi mumkin. To'g'ri. To'g'rimi? Ular ehtiyotsiz atrof muhitdagilarga lekin mashinaning ichida bir boshni garmoshga tushgan paytda sizni jarohatlashi mumkin. Bu holatlar bor. Oshxona pichoqlarida oladigan bo'lsak, mana sovuq qurol degan tushunchasi borki, mo'ljallanganligi. Ya'ni u hammasi aniqlanadi. Aytaylikki, avtomashinangizda oshxona pichog'i olib nima qilasiz? Ayniqsa, mana eshikning ichida. Yoki bo'lmasa mana bizda holatlar bo'lgan mana. Mana bu narsa skorrichak, bormi? Qo'yilgan. Buni lekin yechiladi. Pichoq. Bu nima uchun? Mo'ljallangan maqsad bu nima uchun bu? Faqatgina jarohat yetkazish uchun. Jinoiy javobgarlik bor, yo ma'muriy? Ma'muriy javobgarlik bor. Endi qarang, jinoiy javobgarlikda og'irlashtiruvchi holat sifatida baholanadi. Ya'ni siz qaysidir tan jarohat yetkazishni muskul kuchingiz bilan yetkazsangiz, ma'lum bir jinoyat, agar bu orqali yetkazsangiz og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi. Bitta olib yursam-chi o'zimdan. Sportsmen bo'lmasangiz, javobgarlik bor. Biz bo'lgan shug'ullanmasam javobgarlik bor. Javobgarlik bor, albatta. Xullas do'stlar, bu videoga like bosib, shu pichoq olib yuradigan, bitta olib yuradigan do'stlarga bu videoni yorib qo'yinglar.